Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. İjtimoiy tarmoqlarda bizni kam ko'rinib qolganimiz, bizni profillarimizga, shu kanallarimizga, mualliflik sahifalarimizga hujumlar bo'layotganini juda ko'p takrorlab aytgan edik. Bundan boxabar bo'lgan vatandoshlarimiz bizlarga hattoki o'sha telefon raqamlarimiz orqali murojaat qilishib, nega bu siyosiy partiyalar tuzish to'g'risidagi harakatlar to'xtab qoldi, nega harakat qilmayapsizlar, nima bo'lyapti, nimaga biz xalq juda bir muxolifatni, birlashgan o'zbek muxolifatini juda bir olqishlab kutgan edik, nega bu harakatlar sustlashib qoldi degan fikrlarni bildirishyapti. Biz buni qisqacha izohlab shuni aytamizki, mana birlashgan o'zbek muxolifati Yevropada biz harakatlarimizni davom ettiryapmiz. Ichkarida xalq harakati bilan tuzilayotgan Xaloskor xalq partiyasini o'sha Xaloskor xalq partiyasining ijtimoiy tarmoqdagi Xidirnazar Alloqulov nomidagi o'sha shaxsiy sahifasiga juda katta bir hujumlar bo'lib yopilib qoldi. Buni yopishga o'sha Mirziyoyev yetakchilik jinoiy to'daning vakillari bunga aniq bular shular turibdi, shular yopdi. Chunki negaki mana 2020-yildan beri bu yo 4-marta yo 5-marta yopilishi. Endi bir 50 ming, 60 ming o'sha muxlis ko'radigan bo'lib, yaxshi bir rivojlanish endi o'tgan paytda albatta bu ichki ishlar MXX, DXX qanaqadir kimlarning nomidan shunaqangi arizalarni uyushtirib bizni tarmoqlarga hujum qilishadi. Mana o'tgan galgi 2024-yilda yopilganida 2023-yilda qamoqqa olingan Abduqodir Mo'minov nomidan ariza kiritilgan edi. Undan oldin ham shunaqa bo'lgandi. Hozir ham shunaqangi bir Amerikada yashaydigan yo boshqa yerda yuradigan shunaqangi bir muxlislari ko'p, o'sha bir kanallarida podpischiklari ko'p, shunaqangi bir hukumatparast blogerlardan foydalanib bizni tarmoqlarni yopishga harakat qilyapti, yopyapti. Men masalan 3 oydan oshiqroq vaqt bo'ldi Facebookda umuman menga Facebook ochishga imkoniyatim yo'q. Chunki bilmayman nimaga ocha olmayapman yoki bir o'sha faoliyat ko'rsatayotgan Facebook sahifamni taqiqlab qo'ygan. Xidirnazar Alloqulov nomida yana yangitdan kanal ochildi. Endi aziz vatandoshlar, shu yangi ochilgan kanalga kecha 2 ta video qo'ydik, yana videolar qo'yishda davom etyapmiz. Meni o'zimni Muhammad Amin Nuroniy nomimdagi sahifam, o'sha YouTube'dagi mualliflik sahifamga ham shunaqangi hujumlar bo'ldi, yopildi. Men ham yangitdan boshladim. Albatta bu sizlardan iltimos, agar shu bizni ichkaridagi muxolifat bilan Yevropadagi tashqaridagi muxolifatlarning birligini bu hukumat ko'ra olmayapti. Siz buni xohlasangiz, agar sizni yordamingiz, sizni bu masalada juda bir ko'rsatgan bir jadal shijoatingiz bo'ladi. Albatta bizni kanalga o'tib darhol o'sha yerdan obuna bo'ling, podpisatsiya tugmachasini bosing, bizni qo'llab-quvvatlab turing. Biz buning uchun ijtimoiy tarmoqdan pul ishlash yoki boshqa narsalarni qilish degan narsa bizda yo'q. Albatta bu agar keyinchalik bo'ladigan bo'lsa ham, agar shu ruxsat berilsa, pul ishlash yoki boshqa narsa bo'ladigan bo'lsa ham, albatta shuni o'zini ham nima deydi? Shu ijtimoiy tarmoqni o'ziga sarflaymiz, chunki bu yerda a'zolik badali bor ekan, qanchadir o'shunga to'lanadi. Agar siz bizni qo'llab, like bosib, obuna bo'lib, bizga o'sha obunachilarimiz safida ko'p bo'ladigan bo'lsangiz, biz ko'proq ma'lumotlarni yetkazamiz. Tezroq shu kunlarda Xaloskor xalq partiyasini tuzamiz. Ular to'g'risidagi ma'lumotlarni biz tashqaridan turib bemalol emin-erkin aytib turamiz. Ichkaridan Xidirnazar Alloqulov, professor Xidirnazar Alloqulov yetakchiligidagi barcha savdoshlarimiz buni sizlarga albatta yetkazadi. Bu narsalarda hozir mana
Xaloskor xalq partiyasini, o'sha birlashgan o'zbek muxolifatini birligini qancha odam qo'llab-quvvatladi. Endi hozir mana buni qo'llab-quvvatlashga boshlangan kundan boshlab mana hujumni boshlashdi bular. Bular blogerlarni qamadi, jurnalistlarni qamadi. Mana o'sha taftish uzdi qanchasini bir juvonmarg qildi, yosh 19 yoshli qizlarni. Endi hozir butun bir tashqarida gapirayotgan yoki muxolifat birligini tuzayotgan safdoshlarga shunaqangi bir hujumlarni boshlashdi. Bu albatta Mirziyoyev yetakchiligidagi jinoyat o'tani jirkan ishi, jirkan siyosati, so'z erkinligini, ommaviy axborot vositalarini so'z erkinligini bo'g'ish bilan ommaviy axborot vositalarini cheklash bilan hech narsaga erisha olmaydi. Mana Suriyada yoki boshqa bir davlatlarda nimalar qildi? Boshqa mana davlat to'ntarishgacha olib bordi o'sha 16 yoshli bolalar, 15-16 yoshli bolalar o'sha ijtimoiy tarmoqlarni yopib qo'yilgani uchun. Falastinda o'sha G'azoda buni atayin Isroil sionistlari o'shaga ijtimoiy tarmoqdagi internet foydalanuvchilarning qasini kesib, yo'q qilib, u yerda urushlarni qilib, qanchadan qancha odamlar qonini to'kdi. Bu ijtimoiy tarmoqlardan hujum qilinishi xalqni tilini kesish, xalqni hech narsa deya olmaydigan qilish. Chunki biz mana haqiqatda xalq bir bo'lib ko'chalarga chiqib norozilik namoyishini o'tkaza olmaymiz. Chunki bunga O'zbekistonda ruxsat yo'q. Ruxsat emas, bu yerga bali qarshilik katta, juda katta. Chunki bu jinoyat to'da o'zini sirini fosh bo'lib qolishini biladi-da, oddiy o'sha kamchilikni aytayotgan, gaz qani, nega elektr energiya ta'minoti yomon deb chiqqan odamlarni ham albatta o'sha og'zini bekishga, og'ziga urishga, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishini mahsulo qilishga harakat qiladi. Biz nima demoqchimiz? Sizni yakdilligingiz, sizni shijoatingiz, bizni qo'llashingiz bu albatta birlashuvni, o'zbek muxolifatini birlashuvini juda katta bir samarasini beradi. Juda katta bir yo'l bosgan bo'lamiz. Juda katta bir qadam qo'ygan bo'lamiz. Albatta biz bir-birimizni qo'llab-quvvatlasak. Bundan keyin o'sha ichkarida Xidirnazar Alloqulov yetakchiligidagi Xaloskor xalq partiyasi yangi tuzilayotgan Xaloskor xalq partiyasiga biz o'sha ijtimoiy tarmoqlar orqali aytamiz, odamlar bilan mablag'lar yig'amiz, u yerda xalq uyini qilamiz. Xalq uyini qilishimizdan maqsad yuridik manzil ko'rsatilishi kerak. Bu qonunchilikdagi talab. O'zbekiston o'sha siyosiy partiyalar tuzishdagi qonunchilikdagi talab albatta yuridik manzil ko'rsatilishi kerak. Bunda xalq keladigan joy bo'lish kerak. O'sha yuqori tashkilotlarni, o'sha Adliya vazirligi, boshqa vazirliklar, boshqa bir o'sha davlat organlarini xatlari bizning manzillarimizga kelib turishi kerak. Albatta buning uchun yuridik manzil ko'rsatilishi kerak. O'sha Surxondaryodagi Xidirnazar Alloqulovni mulkiga hujum bo'lgani bizni o'sha yuridik manzilimizdan ayirdi. Yuridik manzilimiz o'shani ko'rsatilardi. Shuni yuridik manzil endi hozir yo'q. Endi buning uchun albatta xalq bilan birgalikda bo'lib yuridik manzil qilishimiz kerak. Buning uchun biz hozir juda ko'p chet davlatlarda yurgan, O'zbekistonda ichida yurgan shu xalqparvar, vatanparvar, bizni o'sha bir mablag'lardan qizg'anmaydigan, o'zini xalq manfaati borasida molni ham, jonni ham tikadigan shunaqangi bir savdoshlarni qidiryapmiz, topyapmiz, ular bilan maslahatlashyapmiz. Shu kunlarda, tez kunlarda bu narsalarni albatta amalga oshiramiz. Chunki faqat amalga oshirishimizdan oldin biz yuridik manzilni qilishimiz kerak. Buning uchun ijtimoiy tarmoqlarda biz har kuni chiqib sizlarga o'zimizni o'sha ijtimoiy tarmoqlar orqali suhbatlarni uyushtirib turishimiz kerak, sizlarga yetkazib turishimiz kerak. Sizlar bu narsalardan boxabar bo'lib turishinglar kerak. Aziz xalqim, mana Xidirnazar Alloqulov nomidagi kecha ochildi. 2000 dan oshiqroq o'sha hozir ro'yxat obunachi bo'libdi. 30 ming obunachimiz bor edi. 30 ming. Menda ham bir 8 ming, 9 ming obunachi bor edi. Kelinglar endi shu narsani qaytadan bitta tugmachani bosish narsani bir nima qilmaydi. Tugmachani bosing, obuna bo'ling. Qancha safimiz ko'p bo'lsa, qancha odamlarimiz ko'p bo'lsa, qancha muxlislarimiz ko'p bo'lsa, bizning xabarlarimiz sizga tezroq yetib boradi. Shundoq YouTube kanalida aylanish, YouTube kanalida o'sha bir
bizni axborotlarimiz yetib borish sizga osonroq bo'ladi. Shuning uchun kuyikib gapiryapmiz. Faqat shu ijtimoiy tarmoqdan bizni qo'llab turing. Yana qaysi bir faollarni eshitishni xohlaydigan bo'lsangiz, albatta o'shalarni ham qo'llang. Nomoznor Mo'minni, masalan, Yusuf Ro'zimurodni, boshqa umuman o'sha chiqish qilayotganlar juda ko'pchiligimizni sahifalarimizga hozir hujum bo'lgan YouTube kanaliga. Buni albatta biz bilamiz. Mana 4-marta Xidirnazar Alloqulovga bo'lgani bu millionlab o'sha xalqning rizqini o'sha YouTube kanaliga pora sifatida beryapti Mirziyoyev yetakchidagi jinoyatda. Bizni og'zimizni yopish uchun, bizni siz bilan bo'ladigan muloqotlarimizdan mosuvo qilish uchun qilinayotgan ishlar bu. Buning uchun albatta xalqimiz nima qilish kerak? Hozir mana ijtimoiy tarmoqlarda men shu narsalarda aytyapman, bu narsadan uchun uyalmayman. Aytyapmanki, doim ham aytaman. Men xalq manfaati yo'lida gadoychilik qilish kerak bo'lsa, gadoychilik ham qilaman, xalq manfaati yo'lida. Pul so'rash kerak esa pul ham so'rayman. Chunki men chetda davlatda yuribman. İmkoniyatlarim o'zim uchun yetarli, lekin xalq uchun hamma narsaga tayyorman. Xalqning manfaati uchun hamma narsaga tayyorman. Hech narsadan uyalmayman men. Bu xalq hozir Xitoy qul bo'lib, Rossiyani bosimlari qanaqa bo'lyapti hozir? Mana ko'rib turibsizlar. Kunda kunora Rossiyadan juda katta bir hujumlar bo'lyapti. Juda katta bir bosimlar bo'lyapti. Bu atayin qilinmayapti. Hozir mana ichkarida Mirziyoyev hasta deyapti, kasal deyapti. Shunaqangi bir biz hozir astoydil bo'lmasak, siyosiy partiyalarga birlashib, o'sha birlashgan o'zbek muxolifatini qo'llab-quvvatlamasak, ichkaridagi siyosiy partiyalar tuzilayotgan siyosiy partiyani Xaloskor xalq partiyasini, Xidirnazar Alloqulovni partiyasini qo'llab-quvvatlamasak, bu safar ham boy beramiz. Bu safar qanday bo'ladi? Mana hozir tayyorgarlik bo'lyapti. Mirziyoyev kasal deydi, yo uni o'ldi qiladi, qizini qo'yadi yoki kuyovlarini boshqasini qo'yadi-da, yana biz 15 yil 20 yilga bir nima deydi? O'zimiz imkoniyatimizni yo'qotgan bo'lamiz. Shuning uchun aziz vatandoshlar, kelinglar endi. 35 yildan beri biz xalq bo'lmadik. 35 yildan beri biz bir millat bo'lmadik. Kelinglar endi bir shu oddiy bir obuna bo'lish uchun. Bunun hech narsani qiyini yo'q. Agar siz tushunmasangiz, meni hozir ijtimoiy tarmoqqa qo'yamiz. Shuni tushunmasangiz, siz ayting farzandlaringizga, nevaralaringizga qanday qilib obuna bo'lamiz? Bolam obuna bo'lib qo'yaylik deb ayting. Obuna bo'lishni shu tugmachasini bosib, bizning kanallarimizga obuna bo'ling. Xidirnazar Alloqulov kanaliga obuna bo'ling. Tezroq mahsulotlar, tezroq sizga beriladigan ma'lumotlar yetib boradi. Hozir juda bir alg'ov-dalg'ov zamonda turibmiz. Hamma tomondan biz hujumga uchrayapmiz. Hamma tomondan O'zbekiston xalqi parokanda bo'lib ketish arafasida. Chunki Mirziyoyev yetakchilik jinoyatida bizni eng birinchi turgan o'sha xavfimiz, bizni boshimizda turgan o'sha aytyapti saraton kasali, o'sha saraton kasaliga chalingan shunaqangi bir unsurlar. Bular bizga taraqqiyotni, bular bizga xalq manfaatini bermayapti. Bular bizni doim o'sha blogerlarimizni, jurnalistlarimizni, farzandlarimizni, siyosatchilarni, siyosiy partiyaga xayrixohlik bildirganlarni qamash bilan ovora bo'lyapti. Tashqarida Xitoyga hamma yo'q eshikni ochib qo'yib, Xitoyga kirib kelishiga imkoniyat yaratib berayotgan bu Mirziyoyevning jinoyat to'dasining qilmishlari, shularning jirkanch ishlari. Rossiyadan mana qancha tahdidlar bo'lyapti. Hech kim hech narsa deya olmayapti. Rossiyadan bo'layotgan tahdidlarga javob berishimiz kerak xalq bo'lib. Kichkinagina 1 million, 1,5 million, 2 million xalqi bor mana hamma millatlar, hamma davlatlar bunga javob beryapti. Biz agar xalq bo'lib, men oldin ham aytdim, Ukraina nimaga qanday qilib ruslarning ustidan g'alaba qozonyapti yoki ruslar bilan ustidan g'alaba qozona olmayapti. Mag'lub bo'lmay turibdi. Chunki axborot va o'sha xalqqa kelinayotgan ijtimoiy tarmoqlar orqali xalqni o'sha olayotgan axboroti juda tekis kelyapti. Juda bir nima deydi, keng ko'lamda kelyapti. Bular aytyapmiz, bitta gardonni birgina munosabatiga bir yarim soatlik, 1 soatlik suhbatiga 10 million odam ko'ryapti. 10 million odam kelib ko'ryapti. Buning uchun siz ham qo'llab-quvvatlang. Bizi 10 million odam ko'rmasin, 1 million ko'rsin, 500 ming odam ko'rsin, ko'proq odamga yetsin. Har kuni bu narsalarni biz sizga yetkazamiz. Mani profilimga agar mani kanalimga
o'sha Muhammad Amin Nuroniy kanalimga agar a'zo bo'lmasangiz ham men o'tinib so'rayman, Qidirnazar Allohqulov kanaliga a'zo bo'ling. Namoz Nurmonning kanaliga a'zo bo'ling. Yusuf Ro'zimurod kanaliga a'zo bo'ling. Birlashgan O'zbek muxolifatini qo'llab-quvvatlang. Shunda biz nimagadir erishamiz, nimanidir qilamiz. Aziz vatandoshlar, mana yaqin kunlarda Ramazon oyi kirib kelyapti. Bunaqangi bir imkoniyatlar bizni manfaatli butun umr orzu havas qilgan xalqimizga bir manfaatli bo'lishini, yaxshi kunlar kelishini albatta biz so'raymiz. Albatta biz Allohdan buni iltijo qilamiz. Shuning uchun siz ham albatta bizni qo'llang, bizni chiqishlarimizni, o'sha ijtimoiy tarmoqlardan berilayotgan har bir ma'lumotlarimizni xalqimizga aytayotgan ma'lumotlarimizni bir-biringizni qo'llab, bir-biringizga tashlang, kanallaringiz orqali, oilaviy kanallar orqali bo'lsa ham, oilaviy o'sha Telegram nimalar bor, o'shalar orqali bo'lsa ham bir-birlarga tashlanglar, yetkazinglar. Biz siyosiy partiyani tuzishni boshladik. Biz siyosiy partiyani shu kunlarda tuzamiz. Iloji bo'lsa shu Ramazon oylarining ichida qilamiz bu narsalarni. Bu muxolifat O'zbekistonda albatta kerak. Muxolifatsiz hech qachon rivojlanish bo'lmaydi. Muxolifatsiz hech qachon bizimiz ikki bo'lmaydi. Chunki mana men oldingi safargi suhbatimda aytdim. Korrupsiyaga juda katta bir haligi keng ko'lamda davlat miqyosida favqulodda holat e'lon qilindi deyapti. Bu degani hamma oyoqqa turish kerak. Siz o'qituvchidan boshlang. Soliq masalan siz to'layotgan soliqdan o'qituvchi sizni farzandingizni o'qitish kerak. Siz unga pora beryapsiz. Shuni bermasdan 10 ta bo'ladimi, 20 ta bo'ladimi, 50 ta bo'ladimi o'qituvchilar o'sha o'qituvchi so'rayotgan mablag'larni bermaslikka harakat qiling. U oyligini o'sha 3 million, 4 million oyligini oylikka ishlay olmaydi, farzandini boqolmaydi, o'qituvchi ish tashlaydi. Ana keyin hamma tomonlama o'sha tepaga yetib boradi. Biz xalq bo'lib o'zimiz boshlashimiz kerak. O'qituvchilarga pul berib, pora berib, o'zimiz hammasini orqasini yopyapmiz. Biz o'zimiz qilyapmiz bu narsani. Korrupsiyani o'zimiz shakllantiryapmiz. Tepadan hammasi oilasidan, Mirziyoyev o'zidan boshlasin. To'g'ri, Mirziyoyev o'zidan boshlash kerak. Ular boshlamaydi hech qachon. Qachon Mirziyoyev shu 10 yildan beri yo kuyovlarini yo boshqalarni birontasini bir jinoiy javobgarlikka tortganini yoki hayfsan berganini ko'rdingizmi? Ko'rmaysiz. Hozir generallar, boshqalar bu yoqda tozalash deyapti. Bu hammasi o'yin. Bu hammasi bu Mirziyoyevni xalqni laqillatish uchun qilayotgan ishlari. Bu hech qanaqangi bu yerda bir korrupsiyaga taalluqli narsalar bo'layotgani yo'q. Prosta xalqqa biz korrupsiyani yo'q qilyapmiz, kurashyapmiz degan haligi bir spektaklni ko'rsatish maqsadida qilinyapti xolos. Aziz vatandoshlar, yana qancha gapirish mumkin, yana qancha bir harakat qilishimiz mumkin. Shu kunlarda mana oz qoldi. Agar biz siyosiy partiyalarni tuzib, Xalq partiyasini tuzib, o'sha parlamentga chiqib, o'zimizni senatda o'zimizni vakillarimiz bo'lib, shu o'qituvchilarga berilayotgan poralar to'xtatib, o'qituvchilarni majbur qilib o'qitishga. Agar sizni bolangizni hozir nima qilmasangiz, bolangni o'qitmayman deydi. Shunday yozdirib oling. Telefoningizga yozib oling gapini. 20 ta ota-ona bitta o'qituvchini usha olmaysizlarmi? To'g'ri, ularning o'zlarining ichida qarindoshlari, quloqlari shu o'qituvchini qo'llab-quvvatlab turadigan bir 2-3 ta otalarning ichida ham shunaqangi bir xoinlari bo'ladi. Shakllantirib o'sha tug'ilgan kuni ekan, falonchixonda anaqasi ekan, kasal bo'lib qopti, falonchi o'qituvchiga bunaqa narsa qilishimiz kerak degan shu narsalarni qiladi. Biz soliq to'layapmiz. Soliqdan nimaga sarflash kerak? Maktab ta'limga sarflash kerak. Maktabda ta'mirlash kerak, isitish kerak. Maktabda o'qituvchilarning oyligini yaxshilab berish kerak. 3 million, 4 million emas, kerak bo'lsa 15 million, 20 million berish kerak o'qituvchiga. Hozirgi sharoitda. Shuni berishga davlatning mablag'i bor. Biz o'sha davlatning mablag'idan foydalanmayapmiz. O'zimizning cho'ntagimizdan soliq to'lab turib, yana o'qituvchining orqasini yopyapmiz. Yana o'shalarda davlat byudjetini o'marishga sharoit yaratib beryapmiz. O'sha ta'lim vazirligi bormi? O'sha Hilolovami, Hilolovami, Kamolovami nima? Bu o'zbekcha ham gapirishni bilmaydiganlar. Shularni orqasini yopyapmiz. To'g'ri, sog'liqni saqlashda o'sha bir kasal bo'lsangiz, doktorga pul bermasdan iloji yo'q. O'ldiradi u. Ukol berib o'ldirib qo'yadi doktor.
Bundan ehtiyot bo'ling. Lekin birinchi boshlaydigan joyimiz bizni birinchi korrupsiyaga qarshi kurashimiz. Maktabdan boshlaylik, ta'limdan boshlaylik. O'qituvchilarni tanobini tortishdan boshlaylik. Chunki bular o'qituvchilar mana shu yolg'on saylovlarni uyushtirgan shular. Bulutinlarda o'g'irlab bergan o'qituvchilar. Maktablarda o'sha ta'minlashga sarflanadigan pulni sarflamasdan ota-onalardan yig'ayotgan shular. Asosiy jinoyatni korrupsiyani qilayotgan o'qituvchilar. Biz ularga pul bermasak, farzandimizni majbur o'qitadi. Maktablarda isitadi. Xonalarni ta'mirlaydi. O'sha sport zallarini, boshqalarini o'zlari nima qiladi? Qachonki hali otalikqa olib qil. Bu narsa yo'q narsa, bu hammasi bularga o'sha jinoyat o'rganib nima deydi? Otalikqa olingan tashkilot orqali qilish. Bu nimaga tayyor mablag' turib, biz qanaqadir bir makaron chiqarayotgan yoki bir g'ish zavodini otalikqa olish kerak. G'ish zavodi g'ishini chiqarsin. Makaron ishlab chiqarayotgan zavod makaron chiqarsin, non zavodi nonni chiqarsin. Aholiga yetkazsin. Elektr energiyasidan qarz bo'ladi, boshqadan qarz bo'ladi. Maktab ta'minlashga 100 million sarflab qo'ysa, u boshqa tomondan u ham o'g'irlikka kirish nima qiladi, harakat qiladi. O'g'irlik borgan sari bo'laveradi. Biz birgina maktabda o'qituvchilarga o'sha porani bermasdan har qanday yig'iniga pul bermasdan to'xtataylik-da, bu to'xtaydi. Nariga Mirziyoyevning jinoyat to'dasiga yetib boradi. Maktabda ta'minlashga majbur bo'ladi. Elektr energiya bilan yoqishga, isitishga yoki nimalarga qilishga majbur bo'ladi. Hamma narsani o'zlari qiladi. Chunki ularga biz yo'l ochib berib qo'yapmiz korrupsiyaga. Shuni yaxshi tushunaylik. Biz o'zimizdan boshlaylik korrupsiyani. Biz o'zimiz agar qattiq tursak, o'qituvchilarni tanobini tortsak, o'qituvchilarni kerak bo'lsa samasud dedi-yu, xuddi mana shu samasud bo'ladi. Biz o'qituvchini o'sha pora olishga yo'l bermaylik, imkoniyat bermaylik. Hozir bugundan boshlang siz. Bugundan boshlang siz. Farzandingiz uchun maktabga pul bermang. Chunki men soliq to'lab qo'yapman. Soliqdan ta'limga sarflash kerak. Sog'liqni saqlashga sarflash kerak. Mudofaani mustahkamlash kerak. Mana shu 3 ta narsaga sarflash kerak. O'shani Ozodbek o'sha asfalt qilgandan ko'ra buni madaniyatni nima qilish kerak deb byudjetdan pul olib ma'naviyatni rivojlantiraman degan narsalar bu hammasi 2-3 darajali ishlar. Biz eng avvalo to'layotgan soliqimizdan ta'limni talab qilishimiz kerak. Farzandlarimizni o'qishini, ta'limini sifatli ta'limni talab qilishimiz kerak. O'qituvchi dars bersin. Hokimiyat yugurib bitta a'lochi o'qituvchi degan haligi gramota olaman deb hokimiyatda ularga bir nima deydi? Qo'pol qaytgan tanasini sotyapti ular, o'qituvchilar. Ayollar shu saylovlarda o'sha maktablarda o'tkazyapti. Maktablarga hokimiyatdan odamlar yuborilyapti. O'qituvchilar kechqurunda qolib dejurlikka qolyapti. Ular bilan birga bo'lyapti, aysh-ishrat qilyapti. Maktablarda ham islohotxonaga aylantirayotgan shu o'qituvchilar. Mana shu o'qituvchilar. Xalqda qo'pol bir maqol bor. Xunajin ko'zini suzmasa buqa ipini uzmaydi deydi. O'sha hokimiyatdan kelgan ham nimadir qilmasa bu o'qituvchilar yaltaqlik qilmasa bu narsani qilmaydi. Biz albatta to'g'ri, hammamiz ham ustozlarimiz o'qitgan, hammamiz ham. Men faqat hozirgi buzilayotgan, hozirgi jirkanch ishlarni qilayotgan o'qituvchilarni, shu byudjet tashkilotining ishchilarini aytyapman. Vrachlarga ham o'tamiz, sog'liqni saqlashga ham o'tamiz, boshqa sohalarga ham sekin-sekin o'tamiz. Gayilarga ham yana qanaqadir bir shu narsalarni qilamiz. Mana Yevropada hech qanaqangi bir o'qituvchiga yoki bir gayiga yoki meditsinaga pora berilmaydi. O'shuning uchun ham qaraydi bular. O'shuning uchun ham yaxshi davolaydi. O'shuning uchun ham bu yerda taraqqiyot bor. Bu yerda bunaqa O'zbekistondagi singari yo boshqa davlatlardagi singari yer osti, yer usti boyliklari yo'q. Milliardlab o'sha 100 milliardlab tikaman deb o'g'irlab olib ketib. Hozir Mirziyoyev siyosati xalq qashshoq qilib, battar qilib, qo'rqoq qilib, shu ommaviy axborot vositalarini cheklab, senzura qilib Xitoyga topshirib qo'yish. Shunday ketish, shunday qochish yoki mana qizini yoki bir kuyovlarni keyingi bir navbatda qo'yib Turkmaniston singari yo boshqa nimalar singari. Biz 16-asrda yashayotganimiz yo'q. Kecha mana Jahongir Muhammad ustozimiz juda to'g'ri gapirdilar o'sha kechagi suhbatini ko'rsanglar bo'ladi. Biz Saidadan umidvor emasmiz. Saida hech kim emas.
U hech qanaqangi bir layoqati yo'q. Qanaqasiga bir ma'naviyati yo bir salohiyati yo bir ilm darajasi yo bir g'oyasi bo'lsa, bir nima qiladi-da, bu hech narsa yo'q. Qovoq kallada endi qovoq kallani qanaqa biz o'zimizni boshimizga boshliq qilgani qo'yib olishimiz kerak. O'zi otasi undan battar qovoq kalla edi. Mirziyoyev hech qanaqangi bir islohotlarni qilishga bir emas edi. Layoqatli emas edi. Hamma narsani izdan chiqardi. Qarindosh urug'ini qo'yib, atrofga o'sha o'ziga sadoqatlilarni olib kelib qo'yib, hamma sohani. Biz endi kelinglar, ta'limdan boshlaylik. Ta'limni o'zimizni qo'limizga olaylik, chunki xalq ta'limi bu. Xalqning ta'limi. Siz berayotgan soliq, to'layotgan solig'ingizdan sizni farzandingizni o'qitishga majbur. Majburiy bu. O'qituvchiga oylikni belgilash, o'sha parlamentda o'sha qonunchilik palatalarida boshqalarda oyliklarni ko'tarish, boshqa qilish, ular qo'l ko'tarib tasdiqlash o'sha deputatlarda xalq noiblarining vazifasi. O'sha joyga, o'sha joylarga xalq vakillari qachonki saylansa, xalq partiyasidan chiqsa, albatta bu narsalarni yo'lga qo'yamiz. Hozir biz boshlayotgan ishimiz shu ta'limni qo'lga olishimiz kerak. Xalqni ta'limini xalq o'zi qo'lga olish kerak. U Finlandiyadan kelib ham qilib bermaydi. Finlandiyani ta'limi, Ispaniyani ta'limi degan narsalar ertak, cho'pchak, yolg'on. Bu Mirziyoyevning yolg'oni 10 yildan beri tugamayapti. Mirziyoyev 92-yil kelgan O'zbekistonda o'sha boshqaruvga. 91-yil. Mirziyoyev Karimovdan ham oldin nima bo'lgan. Bu amalda o'tiribdi. Hamma yoqda xonavayron qilgan Mirziyoyev. Karimovdan o'sha diktator qilgan ham Mirziyoyev, Andijonda qirg'inni qilgan ham Mirziyoyev. O'sha Qoraqalpoqni otgan ham Mirziyoyev, hozirgi ta'limni ilm darajasini shu darajaga pastga tushirgan ham Mirziyoyev. O'sha soxta, o'sha kontrakt asosida o'qitilayotgan, oliy ma'lumot berayotgan, nima qilyapti oliy ma'lumot olib? Rossiyaga ishga ketyapti xalqimiz. 5 yil 100 millionlab, 200 millionlab, 500 millionlab pulni to'lab, bitta diplomni uyga qo'yib, Rossiyaga qul bo'lib ishga ketyapti. Ish o'rni yo'q. Biz ish o'rinlarini qilishimiz kerak. Biz hamma narsani o'zimiz qilishimiz kerak xalq. Hech kim ichkaridan tashqaridan kelib qilib bermaydi. Biz 35 yil umrimizni yo'qotdik, 35 yil. Mana kichkinagina 2 million xalqi bor. Mana shu Moldova hozir, Mariya Sandu butun bir xalqini sug'urib Yevropaga olib chiqib ketdi. Rossiyaning iskanjasidan. Biz nimaga o'zimiz hal qila olmasimiz kerak? Biz 40 million xalqmiz. 20 barobar ko'pmiz u. Rossiyadan ham boshqasidan hech kimdan qo'rqmasligimiz kerak. Bu qilayotgan tajovuzlar, boshqalar hammasi o'sha Mirziyoyevni qo'rqitish uchun qilinyapti xolos. Biz qo'rqmasligimiz kerak. Biz qo'rqmaymiz ham. Chunki u yerda 5 millionlab xalqimiz yuribdi. Agar Rossiya nimadir bir narsa qiladigan bo'lsa, oldingi ko'rsatuvlarimizni ham ko'p aytganman. O'sha bizni yurgan vatandoshlarimiz o'sha tamakisini qoldig'ini tashlab yuborsa ham Rossiya yonib o'ladi. Yonib ketadi, o'rmoni yo'q boshqasi. Biz vatandoshlarimiz chekayotgan tamakisini qoldig'ini tashlab yuborsa ham ko'chaga, o'sha 5 million Rossiyada yurgan. Rossiya tamom bo'ladi. 5 million armiyasi bor, hech qanaqa bir dunyoda yo'q unaqa armiyasi bor xalq. Bizi 5 million muhojiratda yurgan armiyamiz bor o'shada, Rossiyada. Undan ham ko'proq kerak bo'lsa, agar o'shalarni haqiqatda vatanparvarlikka chaqira olsak, agar o'risqul bo'lsa, o'sha Karim haykalini artib, oyog'ini o'pib, guldasta qo'yib yurgan manqurt bo'lsa, undan kutmaymiz. Lekin xalqimiz shunaqa bo'lib bo'ldi. O'sha Karim haykalini peshonasini silab, gul qo'yib, o'pib, dodam deyotganlar, o'risqullar. Manqurt bo'lib bo'ldi. Lekin agar o'sha Rossiyada yurgan vatandoshlarimiz ham agar to'g'ri yo'lga sola oladigan bo'lsak, xalq manfaatiga chaqira oladigan bo'lsak, aytayapmiz, chekayotgan tamakishimni shunda tashlasa Rossiya yonib kulib bo'ladi 3 kunda. Biz aziz vatandoshlar o'sha sahifalarimiz yopilib qolayotganligi uchun, xurujlar bo'layotganligi uchun, biz ovozimizni to'shishga harakat qilayotganligi uchun sizga yetkiza olmayapmiz. Juda yaxshi, juda bir keng ko'lamda katta bir suhbatlarni qilib, sizga manfaatli qilib bu narsalarni yetkazamiz. Albatta siz bilan biz birga bo'lsak, siz bizni qo'llasangiz, agar qo'llamasangiz unda bo'lmaydi. Albatta qo'llashingiz kerak. Bu majbursiz siz qo'llashga. Agar kelajak avlod shu Xitoyning quli, o'ris quli bo'lib ketmasin desangiz, siz
muxolifatni qo'llashingiz kerak. Siyosiy faollarni qo'llash kerak. Siyosiy partiyalarga imzo berishingiz kerak. Siyosiy partiyalarga mablag' yig'iladigan paytda o'sha borligingizdan ayamasligingiz kerak. Qancha bo'lsa bilan aytyapmiz-ku, 30 ming odam ko'rsa $1 desa 30 ming dollar bo'ladi. Bitta bir ofis olinadi. 50 ming odam ko'rsa 50 ming dollar bo'ladi. Sentrdan, markazdan, Toshkentning markazidan bir 30 kvadrat, 40 kvadrat joyda olib yuridik manzil qilsa bo'ladi. Bu narsalarni qilamiz inshaalloh. Siz bilan birgalikda qilamiz. Buning uchun siz bizni qo'llang. Ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'ling. E'tiborlar uchun rahmat.